Boteks umuman zarari yo'q. Agar noto'g'ri tochkalarga ishlansa, demak bizda nima bo'ladi? Unda ham organizmingizda chiqib ketadi ko'pchilik vahima qiladi. To'z berishi mumkin, qosh tushish, qovoq osilishlar. Agar yuzni pastki zona bilan ishlasak, juda ham ko'pchilik noto'g'ri tochkalar bilan ishlaydi. Platizmalarni tochkalari juda ham har xil. Kim xohlagan tochkasiga ishlab yotishibdi. To'g'ri ishlansa, sulfesi ham zo'r chiqadi, boteks ham zo'r chiqadi. Preparatga bog'liq. Preparatimiz agar yaxshi sifatga ega bo'lsa, litsenziyasi bo'lsa, diplomlari bo'lsa, to'g'ri tochkalar bilan ishlansa, orasi yaqin bo'lmasa, tochkalarimizni demak bizda chiroyli ochilish, ajinlarimiz yoyilish va to'z holati bo'lmasligini kafolat beramiz va shundan keyin mijozlarimiz 8 oydan 1 yilgacha, Xudoga shukr, meni mijozlarim 1 yil 2 oy, 1 yil 3 oyda kelishadi. Men o'zim ham 1 yilgacha bemalol yuraman. Yuzim osilib ketib, ajinlarim ko'payib ketish shunaqalar bo'lmaydi. Qachonki mumkin emas, boteks muolajasi homiladorlik vaqtida, emizuklik vaqtida mumkin emas. Sahr agar juda ham baland bo'lsa mumkin emas, har xil mioma, kista, badanlarimiz jiravikli bo'lsa mumkin emas.